Faqat sovg'a uchun pichoq chiqaraverasizlarmi? Ishlatish uchun yaxshi chust pichoqlaridan bormi? Bor xuddi shunaqalardan. Sizlarga bir emas, naqd 3 ta maza qilib ishlatadigan haqiqiy chust pichoqlari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi pichog'imiz bemalol ayol qizlarimiz ham ishlatishsa bo'ladi oshxonalarda. Metali egodan qilingan, yorni sopli qilib orsekodan dasta qilingan. Gulvandimiz qo'rg'ashim quyilgan. Keyingi pichog'imiz qassob akalarimiz uchun qo'y so'yish, go'sht to'rg'ashlarga yaxshi xizmat qiladi. Metali parchinikdan qilingan, sopi molni shoxidan gulvand qismiga babit va qo'rg'ashim aralashmasi quyilgan. Uchinchi pichog'imiz bu ham qassob akalarimiz uchun metali parchinikdan bo'lgan, sopi chinordan yengil chiqishi uchun gulvand qismi qo'rg'ashimdan quyilgan. Bu pichog'imiz bilan katta novuslarni ham bemalol so'ysa bo'ladi, go'shtga ishlatsa bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, qassoblarimiz uchun universal bo'g'iz pichoq hisoblanadi. Va qo'shimchasiga terlash uchun ixcham bo'lgan pichog'imiz ham bor. Metali parchinikdan qilingan, sopi yengil chiqishi uchun chinordan qilingan. Ushbu pichoqlarimizni xarid qilish uchun Direct orqali murojaat qiling yoki pastdagi raqamlarga tezda qo'ng'iroq qiling. Sababi pichoqlarimiz soni cheklangan.